Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, jannatga tushadigan odamlar bilan do'zaxga tushadigan odamlarni ro'yxati qilingan degan. Ro'yxat qilingan, kimni jannatga tushishligi va kimni do'zaxga tushishligi aniq, daftar yopilgan, unga yozadigan qalam qurigan dedilar. Bu sahobalarni taajjub qoldirdi, hamma qo'rqib ketdi. Ya Rasululloh, agar ish bitgan bo'lsa, amal nimaga bo'lsam dedi. Biz buncha qiynalib nima qilamiz? Ish bitgan bo'lsa, shunchalik bitganki, umuman o'zgarmaydi. Alloh o'zgarmasin degan. Buni Xudodan boshqa hech kim o'zgartira olmaydi va Xudo o'zgartirman degan. Amal nimaga bo'lsam deganda Rasululloh aytgan ekanlar, kim qaysi joy uchun yaratilgan bo'lsa, unga o'sha joyning yo'li oson qilingan dedilar. Namoz o'qishlik qanchalik qiyin narsa. Uni peshonasi sajda ko'rmagan odamlar biladi. Sizga qanchalik oson. Siz bu joyda 2 soatdan beri o'tiribsiz.